Sog'lom taomlarni cheklamay, och qolmay va soatlab trenajyor zalida qiynalmay ozish mumkin desa ishonasizmi? Aksariyat odamlar ozish uchun nima yeyish kerak deb o'ylashadi. Lekin aslida savol boshqacha bo'lishi kerak. Organizm o'zidagi yog'larni yakson qilish uchun unga nima yetishmayapti degan savolni berishimiz kerak. Bugun siz bilan shunchaki suv iching degan quruq maslahatni emas, balki organizmdagi yog' parchalanishiga yordam beradigan 2 stakan qoidasini, o'zingizni aniq kunlik me'yoringizni va hattoki ovqat paytida suv ichishi miyangizga ta'sirini ilmiy dalillar bilan tahlil qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki suvni noto'g'ri rejimda ichish ozish o'rniga metabolizmni to'xtatib qo'yish ham mumkin. Keling, avvalo internetdagi eng katta 2 mifni yo'qotishimiz kerak. Birinchi mif: ertalabda limonli yoki sirkali suv ichish u yog'larni eritib yuboradi. Tibbiy nuqtai nazardan esa hech qaysi suyuqlik sizdagi yog'larni to'g'ridan-to'g'ri eritib yubora olmaydi. Limonli suv bo'lsa oshqozon shirasini va o't ajralib chiqarilishini rag'batlantirishi mumkin, lekin yog'ni eritmaydi. Ikkinchi va eng xavfli mif esa qancha ko'p suv ichsam, shuncha tez ozaman. Eshitgansiz-a? Lekin organizmga qisqa vaqt ichida o'ta ko'p suyuqlik kiritish giponatremiya, ya'ni qondagi tuz va natriy miqdorini keskin tushib ketishiga olib keladi. Bu holatda hujayralar va bosh miya shishishni boshlashi mumkin. Buyraklar ishdan chiqishi mumkin. Niyatimiz bo'lsa organizmni suvga bo'ktirib tashlash emas, balki termofermentativ jarayonni yoqish kerak. Xo'sh, suv qanaqa qilib ichsak ozdiradi? Virginiya Tech universiteti olimlari o'tkazgan klinik tadqiqotda odamlar 2 guruhga bo'linishadi. Birinchi guruh har safar ovqatlanishdan 15-20 daqiqa oldin aynan 2 stakan, ya'ni 500 mg toza suv ichishadi. 12 hafta davomida ovqatdan oldin suv ichgan guruh 44% ko'proq vazn yo'qotgan. Tasavvur qilyapsizmi? Buning ortida 2 ta aniq ilmiy mexanizm turibdi. Birinchisi, oshqozon devorlarida maxsus retseptorlar bor. Siz 500 mg suv ichganingizda oshqozon devorlari kengayadi va miyadagi to'qlik markaziga "men to'ydim, ko'p ovqat kerak emas" degan signal boradi. Suv termogenezi. Siz 500 mg xona haroratidagi suvni ichganingizda organizm uni tana haroratigacha, ya'ni 37 gradusgacha isitish uchun qo'shimcha energiya sarflaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu metabolizmni keyingi 40 daqiqa ichida 24-30% gacha tezlashtirib beradi. Organizmdagi yog' hujayralari faqatgina zaxira energiyasi emas, ular organizmga tushgan barcha toksinlar va lipofil chiqindilarni o'rab turuvchi xavfsizlik ombori hisoblanadi. Siz ozishni boshlaganingizda yog' parchalanadi va u yerda yillab to'planib qolgan toksinlar qonga chiqadi. Aynan mana shu sababli dietani dastlabki kunlarda odamlarda bosh og'rig'i, charchoq va ko'ngil aynishi kuzatilishi mumkin. Agarda siz yetarli suv ichmasangiz, buyraklar bu toksinlarni haydab chiqara olmaydi va organizm o'zini o'zi zaharlamaslik uchun yog' parchalanish jarayonini to'xtatib qo'yadi. Suv bu yog' parchalanishining oxirgi mahsulotlarini organizmdan yuvib chiqaruvchi yagona transport hisoblanadi. Hammaga bir xil 8 stakan suv degan qoida noto'g'ri. Birov 50 kg, boshqasi 90 kg. Ularning ehtiyoji bir xil bo'lishi mumkin emas. Aniq formula: har 1 kg tana vazni uchun 30-35 mg toza suv. Misol uchun, vazningiz 70 kg bo'lsa, 30 ga ko'paytirasiz. 2 litrdan oshiqroq ichishingiz kerak bo'ladi. Lekin stakanlarni sanab yoki gramlarni tekshirib yurish ham shart emas. Kunlik me'yoringiz yetarlimi yoki yo'qmi bilishning eng aniq va tekin indikatori bu peshob rangini tekshirish. Agarda u shaffof yoki och somon rangida bo'lsa, organizmda suv balansi me'yorida. Lekin u to'q sariq yoki jigarrang rangga yaqinroq bo'lsa, siz chuqur suvsizlanish holatidasiz va metabolizmingiz sekinlashgan. Endi eng ko'p bahs bo'ladigan savol haqida gaplashamiz. Ovqatlanayotganda suv ichish oshqozon shirasini suyultirib yuboradimi? Javobi yo'q. Oshqozondagi xlorid kislotasi shunchalik kuchliki, 1-2 stakan suv uni suyultirish darajasini keskin o'zgartira olmaydi. Suyuqlik oshqozonning kichik egri chizig'i bo'ylab 15-20 daqiqada ichakka o'tib ketadi. Quyuq ovqat esa oshqozonda qolib hazm bo'lishda davom etadi. Lekin asosiy xato ovqat ustidan
choy yoki kofe ichish. Choy va kofe tarkibidagi tanin va polifenollar taomdagi temir, sink va shu kabi muhim minerallarni bloklab qo'yadi. Natijada organizmimizda anemiya, ya'ni kamqonlik rivojlanishi mumkin. Anemiya esa to'g'ri metabolizmni sekinlashtirib, ozishingizni to'xtatib qo'yadi. Ovqatdan keyin kamida 40 daqiqa o'tgandan keyin choy va kofeni iste'mol qilish mumkin. Siz hatto 1,5-2% suvsizlanganingizda ham miyangiz soxta ochlik signalini beradi. Siz aslida suvsizlangan bo'lasiz, lekin miya buni ovqat yeyish kerak, och qoldim deb qabul qiladi va siz ortiqcha kaloriyalarni iste'mol qilib qo'yishingiz mumkin. Har safar qorningiz ochgandek bo'lganda avval 1 stakan suv iching va 10 daqiqa kuting. 80% holatda aynan mana shu ishni takrorlaganingizdan keyin ochlik sizda yo'qoladi. To'g'ri suv ichish bu shunchaki odat emas. Bu metabolizmni qayta ishga tushirishi tugmasi hisoblanadi. Sizga bugun aytib bergan 2 stakan suv qoidasi va metabolik retseptorlar bu sog'lom hayot sari tashlangan birinchi kichik qadam xolos. Lekin keling ochiq gaplashaylik. Siz yillab to'plagan ortiqcha vazndan shunchaki bir ikkita maslahat bilan to'liq xalos bo'lib me'yorda bo'la olasizmi? Nimaga 90% odamlar dietada ozod-yu, lekin yana 2 baravar ko'p semirib ketadi? Sababi ularni organizmga chilla bermaydi. Chilla bu yangi vaznga va yangi odatlarga moslashish davri. Chilla haqida eshitgansiz-a? Qomatni o'zgartirish va metabolizmni qayta yoqish uchun organizmimizga eng kamida 40 kunlik moslashuv va undan so'ng esa 6 oylik to'g'ri stabilizatsiya tizimi kerak bo'ladi. Aynan shuning uchun men ozish chillasi 1.0 deb nomlangan 40 kunlik mualliflik dasturimni yo'lga qo'ymoqdaman. Bu shunchaki avvaldan yozib qo'yilgan va ko'rib unutib yuboriladigan oddiy video darsliklar emas. Bu men bilan birga o'tiladigan darslar. Yopiq hamjamiyat va 100% amaliyot hisoblanadi. Dasturda sizni nimalar kutmoqda? 40 kun davomida ozish chillasi har bir bosqichimiz men bilan birgalikda tahlillar va to'g'ri ratsionlar asosida o'tadi. 3 oylik dietadan chiqish va qayta semirmaslik tizimi bo'ladi. Dastur tugagandan keyin ham siz 6 oy davomida sevimli taomlaringiz va shirinliklaringizni ratsionga to'g'ri qo'shishni va erishilgan vaznni bir umr saqlab qolishni o'rganasiz. 1 oylik yopiq web chat guruhi va qo'llab-quvvatlash. Kurs tugasa ham sizni biz qo'yib yubormaymiz. Mutaxassislarimiz bilan 1 oy davomida natijangizni mustahkamlashga harakat qilamiz. Va zo'r tomonlardan biri rasmiy sertifikat. Dasturni muvaffaqiyatli bitirgan har bir ishtirokchiga maxsus bitiruv sertifikati topshiriladi. Har bir ishtirokchi bilan shaxsan va sifatli ishlashim uchun dasturga faqatgina 50 kishini qabul qilaman. Bugun ushbu videoni ko'rib, ro'yxatdan o'tganlar uchun maxsus super bonuslarimiz bor. Birinchisi, diqqat bilan eshiting. 100% to'lovni amalga oshirgan dastlabki ishtirokchilarga men bilan birga bir shaxsiy konsultatsiya sovg'a qilinadi. Bilasiz, konsultatsiyaning narxi ham anchagina qimmat turadi. Keyin esa 50% to'lov qilib joyini band etganlar men bilan birga nonushta qilish va jonli uchrashuvlarda qatnashish imkoniyati bo'ladi. Uchinchisi esa 3 ta ishtirokchiga kurs to'lovi uchun 300 ming so'mlik voucher taqdim etiladi. Va eng asosiysi, kursga ro'yxatdan o'tganlar orasidan bir kishi kursda to'liq bepul o'qish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Zo'rmi? Vazningizni va metabolizmingizni bir umrga o'zgartirish va 50 ta omadli ishtirokchilar sirasiga kirish uchun pastdagi havolaga hoziroq bosing. Anketani to'ldiring va o'z joyingizni band qiling. Yoki Telegram kanalimga o'tib, shaxsan mening lichkamga yozishingiz mumkin. Men siz bilan birga gaplashib, kursga ro'yxatdan o'tishingizga yordam beraman. Siz bilan ozish chillasi kursida ko'rishguncha.